Sizlar bilan birgalikda Deep Learningni o'rganishni boshlaymiz. Ya'ni bu o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, chuqur o'rgatish, chuqur o'rganish shu kabi tarjimalar bo'lishi mumkin, lekin biz slaydlarimiz davomida ko'plab terminlarni tarjima qilmasdan shundayligicha qoldirib ketdik. Buni sababi siz kelajakda o'zingiz turli xil o'rganish va izlanishlar davomida ingliz tilidagi terminlardan foydalanib qidiradigan bo'lsangiz, ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Shu sababli biz terminlarni tarjima qilib o'tirmadik. Darsimiz rejasiga keladigan bo'lsak, biz sizlar bilan hozir Deep Learning o'zi nima ekanligi haqida tanishamiz va uning sun'iy intellektdagi o'rni qandayligi haqida bilib olamiz va qolaversa, hozir hayotimiz davomida qo'llab foydalanib kelayotgan ilovalar deymizmi, sun'iy intellekt modellarini balki bilib, balki bilmasdan ishlatayotgan modellarimizni ko'rib chiqamiz. Qolaversa, biz kursimiz davomida qilinadigan loyihalar bilan sizlar bilan tanishib chiqamiz. Deep Learning o'zi nima? Deep Learning bu sun'iy intellektning bir bo'lagi. Hop, sun'iy intellekt nimaligi haqida menimcha ko'pchiligimizda tasavvurga egamiz. Ya'ni biz kundalik davomida ChatGPT dan foydalanib kelamiz. Xohlagan savollarimizga javoblar olishimiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, YouTube dan ko'rayotgan videolarimizga chiqayotgan tavsiya etilayotgan videolar hammasi sun'iy intellekt orqali bizga generatsiya qilib beradi. Qolaversa, Midjourney yoki OpenAI Sora bor. Endi bizga masalan dizayner yoki kuchli deylik fotoapparatlar kerak emas. Sababi biz o'zimiz fikrlarimizni to'g'ri talqin qilib, bular modellardan so'raydigan bo'lsak, biz o'zimiz xohlagan fotosurat deymizmi, videolarni sun'iy intellekt orqali generatsiya qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bularning barchasi o'sha sun'iy intellekt yordamida qilinadi. Undan tashqari sun'iy intellektda machine learning haqida tanishib bilib oldik. Ya'ni machine learning orqali turli xil modellarni qildik. Deylik, uy narxlarini hisoblash yoki klassifikatsiya masalalari, turli xil modellarni qilib ko'rdik. Endi sizlar bilan deep learning haqida tanishib o'tamiz. Ya'ni deep learning endi machine learning orqali qila olmaydigan, qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, masalan, generativ modellar deymizmi, ChatGPT yoki Midjourney yoki OpenAI Sora kabi generativ modellar aynan deep learning, ya'ni neyron tarmoqlar orqali qilinadi. Neyron tarmoqlarning asosiy vazifasi kuchli va aniq generativ modellarni qilishda machine learningdan ko'ra ustunroq bo'ladi. Nomi bilan ham ko'rishingiz mumkin, undan ko'ra chuqurroq, ya'ni undan ko'ra yaxshiroq modellarni olishimiz mumkin bo'ladi. Endi nimaga o'rganish kerak degan savolingizga javob beramiz. Avvallari ko'proq bizda jismoniy mehnat talab qiladigan ishlar ko'p bo'lgan. Hozirgi kunga kelib esa aqliy mehnat orqali biz turli xil muammolarga oson yechimlar berishimiz mumkin. Masalan, deylik, computer vision bor, NLP bor. Bular o'zi nima deydigan bo'lsak, masalan, sodda misol bilan tushuntirib beraman. NLP bu tekst va audiolar bilan ishlash moduli, ya'ni bu sun'iy intellektning bir bo'lagi hisoblanadi. Computer vision ham sun'iy intellektning bir bo'lagi, rasm va videolar bilan, tasvirlar bilan ishlaydigan modul hisoblanadi. Endi kelaylik soddaroq misol bilan tushunib olamiz. Subtitr yozish uchun, ya'ni ko'rib turganinglardek mana bu yerda tekst chiqyapti. 1 daqiqalik video uchun biz 10 minut sarflaymiz. Yozib ko'rsanglar bo'ladi, ya'ni eshitamiz, pauza qilamiz, to'xtatamiz, eshitamiz, to'xtatamiz, yozamiz. Bu 10 daqiqa, 15 daqiqa vaqt olishi mumkin. Sun'iy intellekt yordamida biz shuni 10 barobar yoki 100 barobar tezlashtirish imkoniyatiga egamiz. Qolaversa, computer visionda ham turli xil rasmlardan obyektlarni, qanaqadir insonlarni yoki mashinalarni ajratib olish uchun osonlik bilan ajratib olib, tezlashtirilgan ishlarni aqliy mehnat orqali biz ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi.